Uyg'urlar diyoridagi zo'r ko'lamli siyosiy bostirish harakati xalqaroning zo'r diqqatida bo'layotgan. Shuningdek, islom dunyosi Uyg'urlar duch kelayotgan fojialarga qarata sukut qilayotgan paytda Washington shahridagi eng chong aqllar markazining biri bo'lgan O'rta Sharq institutida Xinjiangdagi zo'r krizis va O'rta Osiyoning inkosi temasida muhokama yig'ini o'tkazildi. 26 mart kuni ochilgan bu yig'inda Uyg'urlar uchrayotgan siyosiy va ijtimoiy masalalarning hozirgi ahvoli hamda uning O'rta Osiyodagi boshqa turkiy tilli jumhuriyatlarga ko'rsatilgan ta'siri, shundaqla ularning bu masala haqidagi inkosi to'g'riliq munosabatlik olimlar va mutaxassislar keng kushoda fikr bayon qildi. Bu qatimqi muhokama yig'iniga Amerikadagi O'rta Osiyo tadqiqot sohasida belgilik shuhratga ega olim John Hopkins universiteti qarmog'idagi O'rta Osiyo va Kavkaz institutining qurg'uvchisi professor Frederick Starr apandi riyosatchilik qildi. U oldi bilan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan so'zning o'zida Uyg'urlar duch kelayotgan asosiy masalalarning aks etadiganligini, buningdagi Xinjiang degan so'zning yangi chegara degan ma'nosida bu joyning yangidan ishg'ol qilinadigan makon ekanligini ko'rsatadiganligini, Uyg'ur degan so'zning bo'lsa O'rta Osiyodagi eng qadimiy madaniyat egasi bo'lgan bir xalqning nomi ekanligini, avtonomiya deganning bo'lsa Uyg'urlarga va'da qilingan, ammo ijro bo'lmagan bir hodisa ekanligini so'zlab kelib, Mahmud Qashqari va Yusuf Xos Hojibdek madaniyat ustozlarini yetishtirgan bir xalq navbatda uchrayotgan reallikning odamni to'limi echindirganligini ta'kidladi. Shuningdek, ayni vaqtda Rossiyadagi turli siyosiy va iqtisodiy sabablar tufaylidan Uyg'urlar diyoriga qochib kelib makonlashib qolgan qozoq va qirg'izlarning keyingi vaqtlarda bu joydagi turkiy xalqlarning biri bo'lib qolganligini, navbatda ularning Xitoyning bostirish obyekti bo'lib qolganligini so'zlab kelib, mushi ahvolga qarata O'rta Osiyo rayonida qanday inkoslar bo'layotganligi haqida so'z qilishni yig'inning aziz mehmonlariga havola qildi. Oldi bilan George Washington universitetining professori Sean Robert so'z oldi. U Uyg'urlar diyorida nima ishlarning bo'layotganligi haqidagi fikrlarni Uyg'urlarga vakolatan bugungi yig'inning aziz mehmonlari qatoridan o'rin olgan Elshad Hasan va Olim Seytovning so'zlashiga havola qilib, bu ahvollarning O'rta Osiyodagi jumhuriyatlarga bo'lgan ta'siri haqida to'xtaldi. U so'zida O'rta Osiyoda uzundan buyon Xitoy vahimasi va Xitoyga qarshi tushunchalarning davom qilib kelganligini, bu holning Sovet Xitoy munosabati buzilgan 1960-yillardan keyin yana bir palla yuqoriga chiqqanligini, ammo sovuq urushning oldi keyinda bu joydagi xalqlarning Amerika vahimasidan ko'ra Xitoy vahimasidan bekrak andishiga tushganligiga o'zining shaxsan shohid bo'lganligini so'zlab o'tdi. U shu vaqtlardan keyin Xitoyning O'rta Osiyo rayonini yangi iqtisodiy fursat makoni qilib olganligini hamda Xitoyning iqtisodiy to'nga o'rangan yumshoq kuch vositasi orqali O'rta Osiyoda asosliq nupuz egalaridan bo'lib qolganligini, buning bilan Xitoy vahimasi va Xitoy do'stligining mushu shaklda tampon yo'sinda O'rta Osiyoda mavjud bo'layotganligini bayon qilib, navbatdagi Uyg'urlar diyorida avjilayotgan zo'r tutqunning O'rta Osiyo allaridagi ashu xil ruhiyat dunyosiga ko'rsatgan ta'siriga qarab chiqishda to'rt taraflama ahvolni diqqatdan soqit qilishga bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. Uning fikricha, O'rta Osiyo rayonida bir mahal zo'r qo'llashga ega bo'lgan panturkizmchi ideyalar navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan fojialarga tadbiqlanishdan yiroq qolmoqda ekan. Yana kelib O'rta Osiyoda o'tgan 10-20 yilda barg'ansari yuqori pallaga chiqayotgan islom aqidasiga ergashish xohishimi Uyg'urlar uchrayotgan krizislarga erangsizlik qilmoqda ekan. U buningga ulabla faqat qisman sondagi qozoq va qirg'izlarning lagerga solinishidan keyin millatchilik xohishining bu masaladagi asosli ta'sir kuchiga ega omil bo'lib qolganligini, buningga qo'shilib izchil turda Xitoyni iqtisodiy jihatga istiqbolimiz deb qarab kelgan O'rta Osiyo jumhuriyatlarida Uyg'urlarning beshiga tushgan kun Xitoyning O'rta Osiyodagi ta'sirining eshib berishiga ergishib bizgimi kelarmi degan andishining avjilishi buningga qo'shimcha bo'lganligini bayon qildi. Bu qatimqi yig'inda so'z qilgan yana bir aziz mehmon Amerika Tashqi siyosat kengashining a'zosi, 2002-yildan 2010-yilgacha bo'lgan oralikda Amerika Davlat mudofaa ministrligining muavin yordamchi ministri bo'lgan James Kilad apandi edi. U so'zida nuqtaliq qilib, ayni vaqtda Amerika hukumatining terrorlikqa qarshi birlik saf ehtiyoji uchun Sharqiy Turkiston islom harakatini terrorlik guruhi deb e'lon qilganligini, ammo hozirgi kunda bo'lsa Amerikaning ayni vaqtdagi bu ishlarni yangidan sodir qilishning o'rniga Uyg'urlarning lagerlarga solinishi va Uyg'ur jamiyatining umumyuzlik krizisga mubtalo bo'lishini kaskinlik bilan tanqidlayotganligini, bu holning hozirgi kunda muhim temalardan bo'layotgan Amerika-Xitoy munosabatida tegishli o'rin olayotganligini so'zlab o'tdi. Mehmonlar qatorida Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elshad Hasan va Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining mudiri Olim Seytov nuqtaliq qilib, Uyg'urlar diyoridagi siyosiy vaziyatning tadrijiy o'zgarish ahvolining umumiy manzarasini jonliq misollar bilan tasvirlab berdi.
Alim Setov nuqtaliq qilib, Chen Chuango Uyg'urlar diyoriga yetkilib kelishning oldi keyinidagi siyosiy vaziyatni tunishtirib o'tdi. Bo'libmi Chen Chuango yangi ijro qilgan osmonda to'r yerda qapqan shakldagi to'rlashgan kontrolliq, soqchi punktlari va soqchilar qo'shinini zo'raytirish, Uyg'ur madaniyatini cheklash qilmishlarini bir qism kishilarning vaqtincha yo'lga qo'yilgan tadbirlar bo'lishi mumkin deb qaraganligini, ammo buning keyincha bir butun Uyg'ur millatini umumnishon qilgan siyosiy bostirish harakatining muqaddimasi bo'lib chiqqanligini, bu holning keyincha chet ellardagi Uyg'ur o'quvchilarni tutqun qilishga kengayganligini, Uyg'urlar diyorida bo'lsa Uyg'ur sarxillarining zo'r sonda qo'lga olinganligini, ammo Xitoy hukumatining izchil bularni terrorlikqa va asabiylikka qarshi turish harakatining bir qismi deb kelayotganligini ko'rsatdi. Elshad Hasan nuqtaliq qilib, Uyg'urlar diyoridagi siyosiy vaziyatni 5-iyul voqeasini markaz qilgan holda ikki bosqichga bo'lib tushuntirishga bo'ladiganligini ko'rsatib o'tdi. U Xitoy harbiy sistemasidan chiqqan general Daishuning bir qatimliq ommaviy yig'inda Amerika bilan Xitoy o'rtasida urush bo'lsa, 5-10 ming Uyg'ur terrorchi bir kechada Amerika uchun jon fidolik qilishga tayyor bo'ladi deb so'zlaganligini misol qilib turib, Xitoy hukumatining izchil turda Uyg'urlarni davlatning dushmani qatorida ko'rib kelganligini, 5-iyul voqeasidan ilgari bu dushmanga taqobil turishda Xitoy hukumatining aqldorlaridan Xuangang, Marong, Xulianxa qatorliqlarning til, milliy territoriya, madaniyat qatorliq sohalar uchun qanday tadbirlarni o'tirib qo'yganligini, bu tadbirlarning 5-iyul voqeasidan keyin qanday ijro bo'lganligini, navbatda bo'lsa butkul Uyg'urlarni o'zgartirishga bo'ladiganlar va o'zgartkili bo'lmaydiganlar deb ikki turga ayirgan holda xitoylashtirishning avjiga chiqayotganligini, buning bilan hammaga ma'lumlik lagerlar masalasining ana shu tadbirlarning biri bo'lib qolganligini ko'rsatib o'tdi. Oxirida yig'in ishtirokchilari Uyg'urlar masalasiga qarata islom dunyosining qanday inkas qaytirishi, O'rta Osiyo davlatlarining Xitoy bilan bo'lgan munosabati qatorliq sohalar bo'yicha bas-basda savollar so'radi. Yig'in oxirida professor Shani Roberts ayrim ziyoratimizni qabul qildi. Biz onundan Uyg'urlar uchrayotgan fojialardan O'rta Osiyo ellari qanday saboqlarni elishi mumkin deb so'raganimizda u Xitoy iqtisodiy vositalardan foydalanib O'rta Osiyoni kontrol qilayotgan ahvolda bu joyda ko'p xil ahvollar aralashib ketgan bir umumiy muhitdan shakllanayotganligini, bundaq sharoitda ko'plagan ahvollarga oldirab hukm qilishga bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. U bu haqda mundaq dedi. You know, I think for the Central Asian states, none of them really want to acknowledge the problems happening in the Uyghur region of China because there's so much economic engagement at stake. That said, I think that the people inside the Central Asian states have a lot of power to move policy, and I think increasingly you're seeing in places like Kazakhstan and Kyrgyzstan people watching what's happening in the Uyghur region of China and worrying whether that could happen in their own countries if China's power in those countries becomes stronger. Now, we'll have to see what happens. There's been a presidential resignation in Kazakhstan, and one of the questions I have is whether this issue will become a point of discussion when there's elections for the next president. James Ependimo ayrim ziyoratimizni qabul qilganda biz uning bilan Uyg'urlar diyoridagi siyosiy bostirishga chetishli Xitoy amaldorlarini Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolashga doir tadbirlar to'g'risida nima uchun oxirgi qaror ilmayotganligi to'g'risida so'zlashdik. U bunun ko'p sohaga chetiladigan bir masala ekanligini, shundaqla Amerika hukumati uchun bir muhim qaror ekanligini, shunga buning so'zilib ketishida ko'p taraflama omillarning borligini ta'kidladi. The reason is very obvious. Hesitation because this is a very, very big issue for the Chinese. For us to identify it and specifically, directly accuse someone of involvement in an atrocity is a big issue. It's like the arrest of that woman at Huawei times 100 times more significant. So the hesitation is understandable. Maybe you don't think it's justified, but it's understandable hesitation. The next thing is the ways in which we can affect Chinese behavior are ways that need to be studied very carefully, but I think it's possible. And of course, symbolically, it would be a very big step, but it would not have the same personal impact as sanctions. Sanctions are a big step, and we do it only after a situation where our relationship has gone very bad for a long time.
but they were effective in Burma and some other countries as well. Yaqinqi mezgillerden buyon bu xildagi muhokama yig'inlari orqama-orqadan echilayotgan bo'lib, bu bir tarafdan kishilarning Uyg'urlar masalasiga bo'lgan qiziqishining eshib berayotganligini ko'rsatsa, yana bir yoqdan bu xildagi yig'inlar orqali Uyg'urlar masalasi texnik ko'p kishilarga uqishliq va sistemalik holda anglitib kelinmoqda.